Xitoyning Shinjon Uyg'ur avtonom hududida paxta yetishtirish qadimdan muhim tarmoq hisoblanadi. An'anaga ko'ra paxta ekish ishlari aprel oyida amalga oshiriladi. May oyidan esa g'o'za sug'orish va vegetatsiya davri boshlanadi. Iyun oyida esa paxta bilan birgalikda ekilgan qo'shimcha ekinlar yig'ishtirib olinadi. Ulardan biri zira bo'lib, u paxtaga qaraganda ancha erta pishib yetiladi va hosili paxta yig'im-terimidan oldin olinadi. So'nggi yillarda hududda quruq holda ekish va keyinchalik sug'orish texnologiyasi keng joriy qilinmoqda. Ushbu usul suvni tejash, namlikni saqlash, urug'ning bir tekis unib chiqishini ta'minlash hamda hosildorlikni oshirish imkonini beradi. Shu bois ko'plab fermerlar paxta qatorlari bilan birga zira ham ekib, yer resurslaridan samarali foydalanmoqda. Sug'orish tizimida ham yangiliklar mavjud. Agar ilgari har bir qator uchun 2 dona truba o'rnatilgan bo'lsa, endilikda 3 tadan foydalanilmoqda. Bunda markaziy qism ziraga, ikki yon tomoni esa paxtaga mo'ljallangan bo'lib, barcha ekinlarni bir tekis sug'orishga erishilmoqda. Natijada may oyiga kelib dalalar yam-yashil tus oladi. 2 oy ichida paxta yaxshi o'sadi. Zira esa urug' hosil qila boshlaydi. Iyunda uning hosili yig'ib olinadi va qayta ishlash jarayoniga yo'naltiriladi. Zira ayniqsa oziq-ovqat sanoatida ziravor sifatida keng qo'llaniladi. Shu jumladan qovurilgan go'sht mahsulotlarida keng tarqalgan. Qayta ishlash jarayoni urug'larni poyadan ajratish va tozalash bosqichlarini o'z ichiga oladi. Umuman olganda bir paxta maydonidan olinadigan zira hosili katta bo'lmaydi, biroq mazkur tajriba yerning unumdorligini oshirish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va dalalardan ikki xil hosil olish imkoniyatini beradi. Shu jihatdan paxta va zirani qo'shib ekish amaliyoti Shinjon dehqonchiligi uchun muhim innovatsion yo'nalish sifatida qaralmoqda. Mutaxassislarning dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, 1 gektar yerdan o'rtacha 300 va 500 kilogramm zira olinadi. Agar u o'rtacha 35 ming so'mdan sotilsa, paxtachilikka sarflangan xarajatlarni paxta hosili yetilmasdan turib o'z vaqtida qoplash mumkin. Bu esa dehqon uchun katta yengillik, iqtisodiy barqarorlik va yangi imkoniyatlar demak. Yangi yondashuv, zamonaviy texnologiya va dehqon mehnatining uyg'unligi. Shubhasiz bu tajriba kelgusi yillarda mamlakatimiz dalalarida yanada keng miqyosda qo'llanilib, paxtachilikda qo'shimcha daromad manbai sifatida o'zini to'liq oqlaydi. Zira yorug'sevar, nisbatan qurg'oqchilikka chidamli, unumsiz tuproqda ham o'sadi. Maysalari begona o'tlar bilan raqobatlasha olmaydi. Urug'dan barqaror va yuqori hosil olish uchun begona o'tlardan xalos etilgan yerlar ajratilishi lozim. Ekin uchun urug'lari to'la, o'lchami va rangi bir xil bo'lgan hosildor, sifatli va kasalliklarga chidamli zira navlarini tanlash kerak. Odatda Xitoyda yuqori mahsuldor va kasalliklarga chidamli Shinjon zira shohi va yangi zira nomer 3 navlari ekiladi. Yerni tayyorlashdan so'ng o'simlik urug'larini ekishdan avval har gektarga 100 kg azotli, 70 kg fosforli va 30 kg kaliyli o'g'it solish tavsiya etiladi. Urug' sarfi gektar hisobiga 6-7 kg ni tashkil etib, 1-2 sm chuqurlikda ekiladi. Urug' bahorda ekilganida 10-15 kunda unib chiqadi. Harorat pasayishining ziraga salbiy ta'siri kuzatilmagan. O'simlik yalpi gullash jarayoni may oyi oxirida kuzatilib, davomiyligi 22-27 kunni tashkil etadi. Hosilga kirish jarayoni iyun oyining birinchi 10 kunligida kuzatilib, meva yetilishi urug'larning shakllanish jarayoni bilan korrelyatsiyada kechadi. Ma'lumot uchun urug'larning shakllanishi o'rtacha 8-11 kun davomida kuzatilib, har bir tub ko'sakchada o'rtacha 15-25 tagacha 0.1-0.2 mm kattalikda bo'lgan urug'lar shakllanadi. Yuqoridagilarni inobatga olib sug'oriladigan yerlar moddiy resurslardan samarali foydalangan holda g'o'za qator orasiga zira ekish amaliyoti taklif etiladi.